Ашқан-ташқан тамақ. Ay, akşamki top müsabakasını ko'rdingmi? Yo'q, ammo men yiroqni ko'radigan bo'lg'ashqa, burunli sinalg'iga elib olgan edim. Kechki tomoq yegash o'ltirib ondan ko'raman. Shundoq esil top müsabakasının naq maydondan tarqatilganini ko'ramagining bak afsuslanarli ish bo'pti-jumi. Ashqan-tashqan tomoqni yesa tomoq yegandek bo'ladimi? Ha? Ashqan-tashqan tomoq? Bu hikoya bak qiziqdek turadi. Menga aytib bera. Ma'qul. Qulog'ingni tin tutib angla, ha? Tang Xuanzong hükümranlığının axırkı yıllarda hakimiyet işleri bilen karı bolmay, amraq toqili Yang Guifei bilali bop ketipdi. Padişah bu xotuniga berilib, hech ish bilan karı bolmapti. Tianbaoning 6-cı yili Xuanzong qabiliyetliklarni tanlash to'g'risida yarliq tushiribdi. Ayni chaqda shoir Du Fumu Chang'anda bo'lib, bu xabarni anglab nihoyatda xushal bo'pti. Bu qitimqi imtihonning savollari bakla oddiy ekan. Cho'qim imtihondan o'tib ketaman. Birinchi bo'lamisamu, ikkinchi yo uchinchi bo'lishimda gap yo'q. E'lon qilingan kuni. Men imtihon og'uchi. İmtihan qog'ozinglarni tekshirib oldik. Hech qaysinglar o'tamidinglar. Shunga qaytib ketib, keyin qatimda kelinglar. Oililari, xotirjam bo'lsizlar. Bu qatimki imtihondan hech qaysi o'tamadi. Amaliyotda ordu ichidimi nurg'un qobiliyatli kishilar bor. Yaxshi, bak yaxshi bo'pti. Ajabmi ichim pushdi desa, kichikroq bo'lsa-mu bir mansab tutib qolaman dedim. Lekin hozir Tirikchilik uchun Du Fu mehmon salohiyatida bag xo'jamlarning soyasida kunlarini davomlashtiribdi. Jenimni beqish uchun tirishmasam bo'lmadi. Bu jahonda kun ammoq ajab taslishib ketdi desa. Shundoq, haqiqatan taslishib ketdi. Du Fu garchi doim degidek bag xo'jamlarning so'rinlarida nazmi to'qib ularga ulfat bo'lib tursa-mu, ammo oldidagi esil nozu ne'matlarga qarag'anida ko'ngli bir qismini bo'lib qoladi ekan. Qanday ketyapsiz? Har kuni atiganda baylarning ishigini chekiman. Kechda ularning etig'i mingishib, tun yerim bo'lganda aram qaytib kelaman dana. Yemak-ishmakdan qiynalib qolgansiz? Ba'zida yomon emas, ammo ba'zi kunlari ulardan eshib qolgan tomoqni yeyishga majbur bo'laman. Bakli tas kunga qoldim. Bu dardimni o'zimdan bo'lak hech kim tushunmaydi. Muhtojlikdan bo'ldim mubtula, oshqan toshqan g'izo sharobga. Du Funing nazmisida tilga eling'ini oshqan-toshqan tomoq degan ibor bo'lib, ma'nisi boshqalardan eshib qolgan tomoq va boshqalar sadiq qilgan narsalarni ko'rsatadi. Yanchug'imda aran 3 mo'li bor ekan. Birasi men 2 yon sadiq bergan bo'lsa, qo'tirmash ep yesam, bek yaxshi bo'ladi.